sog'liq uyumilar olti nafar davlat qatnashyapti. Uch nafar ikki nafar demak 8 nafar. Bu nafarlar demak 8 nafar a'zo qatnashyapti. Taklifda hozirlar aslar betaraflar. Hozir Namangan davlat universiteti huzuridagi TC-7606 raqamli ilmiy kengash majlisida tadqiqotchi Solih Ikromjon Komiljonovich 090004 ijtimoiy falsafa ixtisoslilari raqamli dunyoda inson haqi fenomenining ijtimoiy falsafiy tahlili mavzusidagi dissertatsiya himoyasi muhokamaga qo'yilgan. Ilmiy rahbar falsafalar doktori sayt professor To'xtayev Aytkunjon Primovich, rasmiy abonentlar falsafalar doktori Muxtarov Azamat Shuhtarovich, ikkinchi rasmiy abonent siyosiy fanlar doktori professor Ilhonov Narimon Ko'panjanov, yetakchi tashkilot Toshkent davlat texnika universiteti Arabiston tomonidan topshirilgan hujjatlarning asosiy mazmuni va ularni belgilangan talablarga muvofiqligi haqidagi ma'lumot berish uchun ilmiy tadqiqot. Marhamat. Ikromjon o'tirishsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yıllarda Namangan Davlat Üniversitesi'nde tarih kaydedildi. Belgelerde, pozisyonu 2005 yılda magistr akademik dersine ilgi oldu. Matbuat yılı 1998-99 yıllarda. Demek, Çortok, Tümendeki Polisyonun için sağlayan maktab bitirildi. Yoşlar Hikayesi. 1999-2003 yıllarda. Namangan Davlat Üniversitesi talabesi. 2004-2006 yıllarda. Namangan tumanı uçursal ihtisaslaştırılgan maktab interneti tarih hukuk fani o'quvchisi 2006-2007 yillarda Namangan davlat universitetining ma'naviy ahloqiy tarbiyaviy ishlar bo'limi boshlig'i 2007-2011 yillarda Namangan davlat universitetining vatan tarixi kafedrasi o'qituvchisi 2011-2013 yillarda Namangan davlat universiteti aspiranti 2013 yilda Namangan davlat universitetining ijtimoiy iqtisodiy fakulteti dekan o'rinbosari lavozimida ishlagan hamda 2013-2015 yillarda Namangan viloyat hokimligining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish kotibiyati mutaxassisi 2015-2018 yillarda O'zbekiston Respublikasi Mahkamasi huzuridagi davlat test markazi bosh mutaxassisi Namangan viloyat bo'yicha hududiy rahbari 2018-2020 yillarda va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi oila ilmiy amaliy tadqiqot markazining Namangan viloyat hududiy malaka oshirish o'quv kursi rahbari 2020 yil mahalla oila qo'llab-quvvatlash boshqarmasining yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularda vatanparvarlik ruhini mustahkamlash bo'limi boshlig'i 2020 yildan hozirga qadar O'zbekiston madaniyat va sport turizm xodimlar kasb uyushmasi Namangan viloyat birlashgan qo'mitasi raisi vazifasida faoliyat kelmoqda. Tadqiqotchi 2025 yilda Madaniyat vazirligining madaniyat va sanoat idorasida ishtirokida tadbir Solih Ikromjon Komiljonovichning 90004 ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha raqamli dunyoda inson qadri fenomenining ijtimoiy falsafiy tahlili mavzusidagi PhD falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi Poliatiya komissiyasining mavzular bo'limi 2023 yil 4-sonda 1170 raqamlar ro'yxatga oldi. Tadqiqot ishi bo'yicha jami 10 tegishli chop etilgan, jumladan Poliatiya komissiyasining talablari asosida 5 ta maqola, ular 3 ta respublika, 2 ta xorij jurnallarida maqolalar chop etildi. Dissertatsiyaning asosiy mazmun mohiyati 2 ta xalqaro va 3 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarda ma'ruziy ko'rinishda faoliyatlarga va aprobatsiyalar o'tdi. Tadqiqot ishi 2025 yil 14 fevralda Namangan davlat universitetining ijtimoiy fanlar fakulteti ijtimoiy kafedrasi professor muhokamadan o'tgan va tegishli kengashi tomonidan tavsiya etildi. Tadqiqotchi oilali 3 nafar farzand. Rahmat. Yuqoridagi savollar bormi? Marhamat. So'z dissertatsiyaning mohiyati va asosiy holatlari bayon etish uchun talab qildim. Marhamat.
e'lon etilmasa yo'q. 15-chi. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, assalomu alaykum. Kengash raisi, mehmonlar. Barchalaringizni qimmatli vaqtlaringizni sarflab bugungi dissertatsiyamizni himoyasiga kelganlar bilan rahmat aytamiz. Qolaversa, 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni arafasida turibmiz. Barchalarni ushbu bayram bilan muborakbod etaman. Hop. Dissertatsiyamiz demak raqamli dunyoviy fenomenning ijtimoiy falsafiy mavzusi nomlanadi. Mundarija kirik va 9 paragrafdan iborat. Birinchi biz mazkur mavzuning dolzarbligi va zaruriyati xususida to'xtalib o'tamiz. Rivojlanayotgan bugungi dunyoda raqamlashtirish, umuman avtomatizatsiya masalasi nafaqat O'zbekistonni, balki butun bir dunyoni asosiy masalalardan biriga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Asrimizning 10-yillarda insoniyatni axborot asridan raqamli asrga o'tishi yanada jadallashdi. Chunki bu davrdan boshlab katta ma'lumotlar texnologiyalarni o'zining yetuklik bosqichiga olib kirdi desak to'g'ri bo'ladi. Bugungi dunyoda yangi texnologiyalarni o'zlashtirishga intilmayotgan davlatning o'zi yo'q va asosiy xavf ham, imkoniyat ham aynan mana shuda desak to'g'ri bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur masalaga bugungi kunda barcha dunyo xalqlari qo'shildi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev biz mamlakatimizda investitsiyalarni faqatgina iqtisodiyot sohasiga emas, balki bugun barcha sohaga, xususan ilmiy ishlanmalarni, know-howlar sohasida ham keng jalb qilishimiz kerak degan fikrni ilgari surgan edilar. Bugun umuman insonni boshqarish, insonni iste'moli bo'yicha barcha masalalarda raqamlashtirish asosiy masalalardan biriga aylandi. Dunyoda axborotlashgan jamiyatning keng taraqqiy etishi, ijtimoiy iqtisodiy sohalarni raqamlashtirish tendensiyalarini tadqiq etish, raqamli dunyoda inson omilining roli, davlatning telekommunikatsion siyosatining ijtimoiy ahamiyatini mustahkamlash, raqamli jamiyat, sivilizatsiya rivojlanishning zamonaviy bosqichini shakllantirish, raqamlashtirish jarayonlarini kundalik hayotda aks etishi va turmush sharoitiga, xususan ta'lim va mehnatga ta'sirini aniqlashga doir tadqiqotlar bugungi kunda olib borilmoqda. Raqamlashtirish zamonaviy qadriyatlar va global aloqani targ'ib qilsa-da, an'anaviy madaniyat va amaliyot hamda qadriyatlarni shubha ostida qoldirmoqda. Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi kunda raqamlashtirish texnologiyalari moddiyatni, texnologiyalarni yuksak darajada rivojlantirishi natijasida milliy qadriyatlar va inson qadri bilan bog'liq masalalar asosiy o'rganadigan muhim masalalardan biriga aylanib bormoqda. Bu bo'yicha endi xalqaro miqyosda ham, O'zbekiston hududida ham ko'plab hujjatlar qabul qilingan. Masalan, O'zbekiston Respublikasida 2003-yilning 11-dekabrida 562-sonlik axborotlashtirish to'g'risidagi qonunni olishimiz mumkin. Yoki 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi, harakatlar strategiyasi, bularning ichida ham aksariyat masalalarni kuzatadigan bo'lsak, alohida o'rin olgan. Endi mavzuning dolzarbligi faqatgina bir necha so'zlarni ifodalash tezroq, vaqt qisqaligini hisobga olgan holatda men muammoni o'rganish darajasini keltirib o'taman. Birinchisi, tanlab olingan muammo doirasida ko'plab izlanishlar olib borilgan. Demak, ularning mazmun mohiyatidan kelib chiqib, biz bularni avvalo bir necha guruhlarga bo'lib o'tishimiz mumkin. Demak, birinchisi, sharq mutafakkirlarining inson qadri haqidagi ta'limotlari raqamli dunyoni zamonaviy falsafiy muammolari bilan bog'liq ekanligini aytib o'tish mumkin. Aynan o'sha davrda raqamlashtirish so'zi ishlatilmagan bo'lsa-da, ularning asarlarida, ularning izlanishlarida, tadqiqotlarida bu asosiy o'rinlardan birini egallagan. Masalan, Farabiy axloqiy yetuklik masalasini ilgari surishda, Beruniyning ilmiy tadqiqot va ma'lumotlar bilan ishlash muammolari, shu o'rinda
alohida beruvini aytib o'tish kerak. O'sha Mahmud G'aznaviy bilan bo'lgan yurishlardagi biz Hindiston asarini olamizmi, Asor voqea asarini olamizmi, Saydani astrologiyaga kirish, geodeziya ko'plab asarlarda ham bu narsani kuzatishimiz mumkin. Ibn Sino esa inson jismi va ongi uyg'unligini ta'kidlab o'tadi. Ahmad Yassaviy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy esa inson axloqi buzilmasligi uchun ma'naviy qoidalar ahamiyatini ta'kidlab o'tadi. Endi bu yerda ular aksologik qarashlar bilan birgalikda uyg'unlashtirib tushuntirib o'tganligini aytish mumkin. Bugungi kun nuqtai nazari bilan oladigan bo'lsak, mana shu sun'iy intellektlar, bu kompyuter tizimlari va mashinalarning inson aqliy jarayonlarini o'rganish, fikrlash, muammolarni hal qilish va qaror qabul qilishda ham muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Endi ikkinchidan, zamonaviy pozitsial jamiyatda axborot ijtimoiy jarayonlarning muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. Demak, global axborot almashinuvi orqali siyosiy va geografik chegaralarni yengib o'tayotganligini alohida ta'kidlab o'tish mumkin mazkur masala. Raqamli texnologiyalar madaniy paradigmalarning transformatsiyasiga sabab bo'lib, bugungi kunda inson faoliyatining iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jabhalarini ham o'zgartirmoqda. Axborot maydoni orqali shakllanayotgan bugungi kunda hammamiz o'sha guvohi bo'layotgan klip madaniyatini olamizmi, ekran madaniyatini, virtual haqiqat, umuman bular barchasi yangi avlod qadriyatini tizimini belgilab beryapti. Demak, biz bu yerda dissertatsiyamizda keltirib o'tganimiz o'sha gibrid qadriyatlar, hokazo ayrim sohalarning mutatsiyaga uchrashi bilan bog'liq holatlar. Bu jarayonlar demak Freud, Toffler, Turing, Giddens, Castells kabi olimlar tomonidan ham tahlil qilib o'tilgan. Uchinchidan, mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi olimlarimiz tomonidan o'rganilishi, raqamli dunyoda insonni falsafiy aksologik nuqtai nazardan tadqiq qilish, texnokratik va futurologik yondashuvlar asosida olib borilmoqda. Biz yaxshi bilamiz, demak, futurolog olimlar raqamlashtirishni kelgusida insonni barcha tizimiga ta'sir ko'rsatishi, nafaqat texnologik rivojlanish, balki buni o'sha qadriyatlari bilan bog'liq, yashash turmush tarzi bilan bog'liq jarayonlarga ta'sir qilish. Xususan biz endi bulardan bir nechalarini keltirib o'tishimiz mumkin. Masalan, Suxarix, Surkin, Shestskiy va Vityayev, Yefimov, Strakov, Surkin, Karzina, Novikova asarlarida insonni raqamli muhitdagi ontologik va genealogik mavqeini o'rganishga ko'proq e'tibor qaratiladi. Endi bevosita Surkin tadqiqotlarida raqamli transformatsiya masalasiga e'tibor qaratilyapti-da, bu o'rinda texnologik vositalarga bog'liqlik va sun'iy intellektning ta'siri asosan o'rganiladi. Ya'ni masalada sun'iy intellektning kelgusidagi jamiyatga ta'siri bilan bog'liq qismiga e'tibor qaratilgan. Ular inson va texnologiya o'rtasidagi interaksiya natijasida yuzaga keladigan yangi aksologik mezonlarni ham tahlil qilib o'tgan. Shuningdek, Shestnikova va Vityayev insonning raqamli muhitdagi mavjudligi masalasini, virtual identifikatsiyaning haqiqiylik va mohiyat bilan bog'liqligini tadqiq etib o'tganligini aytib o'tish mumkin. Ular insonni raqamli muhitdagi bilim olish jarayoni va ontologik pozitsiyalarni alohida sharhlab o'tgan. Shuningdek, Yefimov va Strakov tadqiqotlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, insonni raqamli jamiyatdagi ijtimoiy mavqei, shuningdek raqamli etik qoidalar, qadriyatlar tizimini shakllanishi masalalarini ko'tarib o'tgan. Ular asosan inson va axborot texnologiyalarining uyg'unligi va to'qnashuvi bo'yicha futurologik yondashuvlarni ko'proq ilgari suradi. Endi bu bevosita ilmiy prognoz desak to'g'ri bo'ladi, kelajak bilan bog'liq holatlar. To'rtinchidan, bugungi kunda raqamli transformatsiya inson qadriyatlariga ta'sir ko'rsatib, an'anaviy va yangi texnologik qadriyatlar o'rtasidagi ziddiyatlarni vujudga keltirayotganini biz alohida ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Bu o'rinda esa Tulenov, Yusupov, Shayxova, Qiyomiddin Nazarov, Said Nazarov, Musulmonova, To'xtayev, Qambarov, Nurmatova, Mavlulova va shu kabi olimlarimizni tadqiqotlarda ushbu jarayonning aksologik tomonlari o'rganib o'tilgan.
Bevosita endi biz olimlarimizni ko'plab tadqiqotlari bilan tanishib o'tdik. Nazar To'xtayev inson qadriyatlarini milliy va global kontekstda shakllanish jarayonlarini yoritgan bo'lsa, Said Nazar va Qambar tadqiqotlarida raqamli axborot oqimini ijtimoiy axloqiy jihatlari muhokama qilgan. Bevosita endi biz tadqiqotning maqsadi so'zida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, maqsad biz qisqa va lo'nda buni e'tirof etadigan bo'lsak, raqamli dunyo sharoitida inson qadri fenomenining ijtimoiy falsafiy jihatdan tahlil qilish, shuningdek uning mazmun mohiyatini o'rganish, global axborotlashuv jarayonlari bilan bog'liq holda insonning ijtimoiy mavqei va ahamiyatini aniqlash bilan bog'liq. Tadqiqotning vazifasi demak inson qadri tushunchasining tarixiy taraqqiyot va falsafiy paradigmalar transformatsiyasini tahlil qilish va bevosita raqamli xavfsizlik madaniyatini yuksaltirish, yoshlarning ijtimoiylashuvi va ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarining integratsiyasiga oid ilmiy tavsiyalarni ishlab chiqish, ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik omillarning shaxsiy identifikatsiya va psixologik moslashuv bilan bog'liq dinamik o'zaro ta'sir inson ongi va jamiyat rivojlanishiga ta'sirini baholash masalalari o'rin olgan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi. Demak, tadqiqotda ilmiy yangilik sifatida biz raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida inson qadri konsepsiyasini o'zgarishi va klassik falsafiy qarashlar, humanizm, existensializm, posthumanizm, transhumanizm va zamonaviy ijtimoiy falsafiy tadqiqotlar tahlil qilinganligini aytib o'tish mumkin. Xususan, raqamli muhitda insonning iqtisodiy, axloqiy va huquqiy maqomi hamda inson qadriyatlarini belgilovchi raqamli identifikatsiya, sun'iy intellekt, axborot kommunikatsiya vositalari o'rtasida bog'liqliklar ochib berilgan. Raqamli dunyoda media kommunikatsiyalar va falsafiy oqimlar, bu yerda kiberfalsafa, axborot etikasi, sun'iy intellekt falsafasi o'rtasidagi bog'liqliklar ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, virtual ta'lim, sun'iy intellekt asosida ta'lim olishning axloqiy va metodologik jihatlari, shaxsni raqamli muhitga moslash usullari falsafiy jihatdan tahlil etildi. Tadqiqot natijalari va ilmiy ahamiyati. Demak, raqamli jamiyatda inson qadri tushunchasini o'ziga xos jihatlari xalqaro va mahalliy jamiyatshunos olimlarning qarashlari asosida qiyosiy falsafiy tahlil qilinib, ilmiy amaliy qo'llanma sifatida taklif etilgan. Raqamli dunyoda bilim, axloq, madaniyat va boshqa ob'ektiv omillarning roli va ularni jamiyat hayotiga tatbiq etish mexanizmlari ishlab chiqilgan. O'zbekiston yoshlari uchun raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan metodik materiallar ishlab chiqilgan, bu esa ta'lim va madaniyat sohalariga joriy etilishi mumkin. Boblar bo'yicha men umumiy tasnif keltirib o'taman. Biz asosan dissertatsiyamizni raqamli dunyoda inson qadri fenomeni namoyon bo'lishini tadqiq etishning nazariy metodologik asoslari deb nomlangan birinchi bobimizda asosan raqamli dunyo va inson qadri tushunchalarining falsafiy xususiyatlari, raqamli dunyoda inson qadrining namoyon bo'lish shakllari, raqamli dunyoda internet va boshqa axborot kommunikatsion texnologiyalarining inson dunyoqarashiga ta'sirini xorijiy va milliy doiradagi ilmiy izlanishlarni qiyosiy tahlil etganmiz va dissertatsiyamizni raqamli dunyoda inson qadri fenomenining ijtimoiy madaniy shakllanish mezonlari va xususiyatlari deb nomlangan ikkinchi bobida raqamli dunyoda insonni o'zini anglashdagi ob'ektiv va subyektiv omillarga nisbatan turlicha yondashuvlar, raqamli dunyoda insonning ma'naviy, axloqiy va diniy moslashuvdagi o'ziga xos xususiyatlari, raqamli dunyo falsafasi va media kommunikatsiyaning o'zaro aloqadorligi tadqiq etib o'tilgan. Dissertatsiyaning 3-bobida O'zbekistonda axborotlashuv jarayoni va inson qadri fenomenini yuksaltirishning strategik yo'nalishlari deb nomlangan bo'lib, unda raqamli aloqa vositalarini yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyatini o'ziga xos jihatlari, raqamli dunyoda fan va milliy ta'limni yuksaltirish usullari,
va vositalarni takomillashtirish. O'zbekistonda yoshlarda raqamli savodxonlik darajasini yuksaltirish omillari muammosi falsafiy kontekstda yoritilgan. Hurmatli rais, biz bu yerda avtoreferatimizda xulosalarni berganligimiz uchun amaliy va tavsiyalar bilan yakunlasam, umuman zamonaviy jamiyatda texnologiyalar tobora keng rivojlanib, inson faoliyatining turli jabhalariga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Ushbu jarayonni ijtimoiy falsafiy nuqtai nazardan o'rganish bugungi kunda demak inson qadri, shaxs erkinligi, axloqiy me'yorlarni shakllanishi bilan bevosita bog'liqligini alohida aytib o'tish kerak. Shu bois raqamli transformatsiyalar jarayonida inson qadr qimmatini saqlagan holda texnologiyalardan foydalanish masalasi dolzarb va bundan keyin ham dolzarb bo'lib qolishini biz alohida keltirib o'tganmiz. Raqamli texnologiyalarni ishlab chiqishda inson hamisha markaziy omil sifatida qabul qilinishi kerak. Bevosita mutaxassislar tomonidan mana shu sun'iy idrok bilan suhbatlanish asosida biz juda ham ko'p maqolalarni, yangi tadqiqot materiallarini ko'rib chiqyapmizki, men buyruq bajaruvchiman. Menda asosan his masalasi yo'q, topshiriqni bajarish masalasi bor. Lekin kelgusida inson agar o'zini bevosita mana shu qadriyat masalasini ushlamas ekan, o'rtadagi jiddiy nizolar paydo bo'lishi bilan bog'liq, texnologik inqilob sodir bo'lishi bilan bog'liq masalalar ilgari surilgan. Bunda algoritmlar, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlilini amalga oshiruvchi tizimlar inson sha'ni va qadr qimmatini pasaytirish emas, balki uni mustahkamlashga xizmat qilishi lozimligi keltirib o'tilgan. Raqamli muhitda insonni shaxsiy daxlsizligi va erkinligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etishi, jamiyat a'zolarining texnologik jarayonlardagi ishtirokini belgilovchi muhim omillardan biri bu raqamli savodxonlik va tanqidiy fikrlash darajasi bilan bog'liq masalalarni biz ilgari surganmiz. Shuningdek, jamiyatda texnologik tengsizlikni kamaytirish va barcha ijtimoiy qatlamlarga raqamli infratuzilma imkoniyatlaridan teng foydalanish imkoniyatini yaratish bu ijtimoiy adolat tamoyillaridan biri ekanligini ilgari surilgan. Xulosa qilib shuni aytmoqchimanki, insonni shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va ularni raqamli ekspluatatsiyadan saqlash, raqamlashtirish jarayoni jamiyat va shaxs qadriyat tizimiga ta'sirini o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri bo'lib saqlanib qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, mana tadqiqotchi o'z chiqishini yakunladi. Marhamat, savollar bo'lsa. Marhamat, professor Ismoilovga so'z. Birinchi savol quyidagicha. Raqamli dunyoni raqamli dunyoning yoshlar ijtimoiylashishida ta'siri nimalar deb ko'rinadi? Yoshlar ijtimoiylashishida jarayoniga xalqaro nimalar bilan namoyon qilasiz? İkinci savol. Raqamli boshqaruv va global boshqaruv orasidagi dialektik munosabatga e'tibor qaratyapsiz. Buni ijobiy va salbiy tomonlari mavjud. Shu ijobiy va salbiy tomonlar nimalarda o'z aksini topadi? Savol uchun rahmat. Falsafa fanlari doktor professor Ismoilov Muhammadxon Isroilovich savollaringizga javobimiz quyidagicha. Birinchisi, raqamli texnologiyalar va raqamli texnologik taraqqiyotni yoshlar va ularning ijtimoiylashuviga ta'siri deb qo'yildi. Bugungi kunda raqamlashtirishni bevosita ta'limga tatbiq etish masalalari
yuqorida ham ta'kidlab o'tdim, nafaqat bugun O'zbekiston, balki butun bir dunyoni muhim qiziqtiradigan masalalardan biri. Biz hayotiy misol sifatida yondashadigan bo'lsak, aynan mana shu karantin davridagi onlayn o'qishlar yuzaga kelishi va bu tajribadan keyin juda ham ko'p masalalarni onlayn va offlayn tarzdagi ularni huquqiy tomonlardan tenglashtirish masalalari yoki aytib o'tishimiz mumkin gibrid onlayn va offlayn qadriyatlarning vujudga kelishi masalalarini aytib o'taman va raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini bir so'z bilan aytganda jiddiy o'zgartirib yubordi. Men o'zim bevosita ta'limni vakili sifatida aytishim mumkinki, o'sha ilk bolani savodini chiqarib, bugungi kunda o'sha yetuk mutaxassis bo'lib shakllanib, jamiyatga qo'shilgungacha bo'lgan davrda bevosita barcha masala, mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini vujudga kelishi, hokazolarni hammasini keltirib o'tishimiz mumkin. Endi buni ijobiy va salbiy tomonlarini ham aytib o'tish kerak. Bevosita onlayn umuman onlayn deyishim raqamli texnologik yondashuv hisoblanadi. Buni vujudga kelishi birinchi navbatda ko'plab iqtisodiy yengilliklarni yaratdi. Masofani yaqinlashtirdi. Adabiyotlardan foydalanish yoki tadqiqot olib borish o'z ustida ishlashda yangi imkoniyatlarni vujudga keltirdi. Biroq yuzaki bilim va ijodkorlikni pasayishi bilan bog'liq ehtimollar vujudga keldi. Sabab diskussiyalar, umumiy fikr almashinuvlar jarayonida biz shaxsni rivojlanishini biz ko'proq tarzda kuzatishimiz mumkin yoki bu jarayonlar ilg'or raqamli savodxonlikni talab qilishini aytib o'tishimiz kerak. Endi bevosita biz buni boshqa ta'sirlarini ham keltirib o'tishimiz. Ikkinchi savolingiz ustoz raqamli boshqaruv va global boshqaruvning ta'siri bilan bog'liq masala. Uni biz ijobiy va salbiy tomonlarini agar bir yoritib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda mana so'nggi vaqtlarda biz jamiyat uchun jiddiy xavf bo'layotgan korrupsion holat bilan bog'liq masalani aytib o'tishimiz mumkin. Nafaqat mamlakatimiz, balki butun bir jahonda jamiyatning tadrijiy taraqqiyotida baribir hurfikrlik, mustaqil fikrlilik, siyosiy yetuklik masalalarida bu juda ham muhim siyosiy shaffoflik, ochiqdorlik, hisobdorlik masalalarida demak bu nihoyatda jiddiy ijobiy ahamiyatga ega. Davlat xizmatlarini samaradorligini oshirish va hokazo bilan bog'liq yaxshi tomonlari yoki mana kasbiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda mana shu bevosita o'zim ishlab turgan tizimda buni salomatlikni nazorat qilish bilan bog'liq ijobiy tomonlarni olishimiz mumkin. Raqamli texnologiyani vosita. Endi salbiy tomon. Davlat xizmatchisini bevosita, ya'ni soddaroq aytadigan bo'lsak, fuqaroni ustidan doimiy nazoratni mustahkamlash masalasi. Ya'ni u endi nazoratda ekanligini his qilib turibdi. Ijobiy tomoni, salbiy tomonni bevosita endi izohsiz biz tushunib yetdik. Bundan tashqari biroz kengaytiradigan bo'lsak, raqamli diplomatiya bugungi kunda yoki siyosiy strategiyalarni, geosiyosiy muvozanatlarni qayta ko'rib chiqish bilan bog'liq holatlar yuzaga kelyapti. Endi bu boshqaruv bilan bog'liq holatda. Demak, yana davlat raqamli texnologiyalar yordamida endi bevosita rivojlangan davlat, rivojlanayotgan davlatni nazorat qilish masalasi kuchaydi. Endi biz hayotiy misolda ko'rib turibmiz, buni Isroil Eron urushi, Isroil Falastin urushi va moddiy boshqa jihatlardan tortishuvlar bilan bog'liq masalalar. Rahmat. Javob beramiz. Yana kimda savollar bor? Rahmat ustozlar. Professor Zaynulloh Rimon. Уважаемые коллеги, гости, тема несомненно актуальна. И в связи с этим очень нужно два вопроса. Первый вопрос. Как в вашем исследовании оцениваете взаимодействие искусственного интеллекта и человека? Первый вопрос. Положительно или отрицательно? Savol tushunarli bo'lyaptimi? Tushunyapti.
Следующий вопрос. Первый главе рабочую часть. С этим у меня к вам вопрос. В чем заключается теория информации Клода Шеннона и Норберта Виллера? Почему она стала популярной в Европе? Об этом как раз указывается в конференции. Спасибо большое. В чем заключается теория информации Клода Шеннона и Норберта Виллера? Почему она стала популярной в Европе? Ikromjon, tarjima zarurati bormi? Tamam. Tushundim. Hurmatli rais, o'zbekcha javob bersam mayli? Bermadim. Birinchi savolda professor Rimma Rabilovna Zamilova inson va sun'iy intellekt o'rtasidagi bevosita umuman munosabatni qanday baholasiz degan savol qo'yilyapti. Umuman bunga javobimiz qo'yiligicha bu joylardagi seminarlarda, tadqiqotlarda va muzokaralarda eng ko'p qo'yilgan savollardan biri desam to'g'ri bo'ladi. Bir tomondan qaraganda bu insonni o'zaro imkoniyatlarini kengaytiradi. Sun'iy intellekt bilan inson o'rtasidagi munosabatlarni. Biz buni bugun yoshlarni imtihon jarayonlarida ham kuzatyapmiz. Barcha hayotimiz o'zi har kuni imtihon, har kuni suhbat, har kuni munosabat. Mana biz yo'lda transportda harakatlanayotgan shaxsni olamizmi, umuman kun davomida kuzatadigan bo'lsak, o'sha qo'lidagi oddiy smartfon orqali sun'iy intellekt bilan muloqotga kirish hokazo bo'ladi. Endi boshqa tomondan olib qaraydigan bo'lsak, insoniy etik tamoyillarini bevosita zaiflashtirish bilan bog'liq masalani ham aytib o'tishimiz mumkin. Ayniqsa bir so'z bilan aytganda qaror qabul qilishda suyanib qolish bilan bog'liq holatlarni men ko'proq kuzatyapman. Ayniqsa oddiy shu kichik yoshdagi bolalar bir matematik nima o'qiydigan bo'lsa ham shu ustiga oddiy nimalarga ham yopishib qolyapti. Va ikkinchi savolim, biz o'rgatish darajasida ko'plab Yevropa olimlarini, tadqiqotlarini keltirib o'tgandik. Bevosita Shennon va Norbert Wienerda qarashlari xususida demak so'rayaptilar. Bularni ilgari surgan g'oyalarni asosan bizgacha bo'lgan tadqiqotchi hisoblanadi Shennon va bular haqiqatda kuchli yo'l qo'yilgan savol. Bu tadqiqotimizni o'ziga xosligi nimadan iborat ekanligini ham ochib beradi. Menimcha Shennon va Norbertda ko'proq ularning ishlari axborot oqimlarini nazorat qilish. Ya'ni o'sha sun'iy intellekt bo'ladi, umuman axborot oqimlari bilan bog'liq masalalarni ularning tadqiqotlarida nazorat qilish masalasi edi va inson o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishdagi dastlabki nazariy asos vazifasini bajaradi ularning asosiy tadqiqotlari. Lekin bugun taraqqiy etayotgan jamiyatda biz bir bosqich undan yuqoriroqqa o'tishni boshladik. Rahmat savol. Marhamat, yana kimda savollar bor? Barcha taqdirlisi. Biroq sizga mana bitta savolim. Ana shu raqamli taraqqiyot, raqamli dunyo, hozirgi zamonda eng oliy qadriyatlardan bittasi bo'lmish inson salomatligi ta'siri haqida va o'z amaliyotchisiz amaliyotingizda buni salbiy, ijobiy oqibatlarini hech ko'ryapsizmi? Rahmat. Savol uchun rahmat. Sotsiologiya fanlari nomzodi professor Abdulaziz Abduvohid Habibullayevich savol demak raqamli dunyo, raqamli texnologiyalarni inson salomatligiga ta'siri bo'ldi. Ustoz birinchi alohida ta'kidlash joizki, men tadqiqot jarayonida statistika ko'p ma'lumotlarga tayanib ko'rdim. Ayrim shaxslarda akkauntlarni bir nechaligini hisobga olib qaraydigan bo'lsak, bugun
7 milliarddan ortiq aholini 5 milliard, 5,5 milliardida bugun mana shu internetga ulanish, ijtimoiy tarmoqdan foydalanish masalalari turibdi. Bugun endi bu jamiyatni fuqarolarni salomatligi bilan bog'liq o'ylaydigan eng muhim masalasiga aylandi Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti. Chunki biz buni oddiy hayotiy misol bilan keltiradigan bo'lsak, bugun tadqiqotchilar tomonidan o'rtacha 70-75 yoshgacha umr ko'radigan insonni qancha umri mana shu telefon bilan, axborot kommunikatsiyalari bilan, sun'iy intellekt bilan bog'liq shunaqa jarayonlar bilan bog'liq degan savolga o'rtacha bu 3,5 soat deb olishyapti. Biz buni proporsiya qiladigan bo'lsak, bu 6-12 yilga qarab ketyapti. Lekin bu nisbiy. Mani nuqtai nazaridan bugun biz yosh avlodga, ya'ni biz dissertatsiyamizda keltirib o'tgan yangi avlod, set avlodni hayoti bilan bog'laydigan bo'lsak, bu kattaroq raqamli uchlik keldi. Endi bevosita inson salomatligiga ijobiy ta'sirini ochadi birinchi o'rin. Ijobiy ta'siri mana Yapon olimlari, ayniqsa bu borada nemis olimlari anchagina tarafga etishdi. Biz dissertatsiyamizda keltirganimiz o'sha kakaoni shu joyda men qisqacha bitta epizod keltirib o'taman. Biz kelgusida insonga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi rentgen qurilmalaridan voz kechamiz. Nurlanish bilan bog'liq holatlarni oldini olamiz. Biz insonni bo'g'inlariga maxsus chiplar qo'yamiz. Uni kelgusidagi qanday kasalliklar unga ro'para bo'lishini oldini olamiz deyiladi. Yoki o'sha avvallari bu qadarli quyosh tutilishi, quyosh bilan bog'liq ultrabinafsha nurlari bilan bog'liq holatlarni ochilishi yoki bevosita ikkinchi salbiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, tahlillar cho'zilib ketadi. Oftalmologlar fikricha ko'z raki bilan bog'liq holatlarni avj olib ketishi yoki insonni o'rtacha uxlashiga ta'sir ko'rsatishi. Tadqiqotlar bugungi kunda o'sha uyqu davrida yaratiladigan melatonin modda bor edi, shuni qisqarib borishi. Mana tashqarida kuzatadigan bo'lsak, o'sha pigmentatsiya jarayonlarining insonda o'zgarishi, bu asosini melatonin tashkil qiladi. Demak, ko'p miqdorda shakllanmagan, boshqarilmaydigan foydalanishlar natijasida juda ko'p salbiy oqibatlarni ham kuzatyapmiz. Jarayonda yana men bu haqda ko'plab to'xtalib o'tishim mumkin. Bugun inson virtual olamni haqiqiy muxlisiga aylandi va haqiqiy do'sti, haqiqiy sherigi, haqiqiy safdoshi, maslakdoshi, munozarada, musobaqada, mulohazada, muzokarada hammasi sherik, lekin uni ijobiy tomoni bilan birgalikda salbiy holatlarni ham biz har qancha ben bitta ko'z misolida keltirib o'tdim. Buni tanani boshqa masalalarda, hokazolar bilan bog'liq jihatlarni ham keltirib o'tishim mumkin. Bevosita endi o'sha o'yin bilan bog'liq holatda hokazo. Rahmat. Kerakli savol. Marhamat, professor. Barvanja Burg'anjanoviz. Hurmatli ustozlar, men o'zim ota ekspertlik dissertatsiya bilan to'liq tanishib chiqdim. Hozir ikkita savol paydo bo'ldi. Mavzu juda ham qiziqarli. Birinchisi, inson qadri fenomenining ijtimoiy falsafiy jihatlari to'g'risida ko'plab dissertatsiyalar namoyish bo'lyapti-da. Aytingchi, kimlarni mana shu tadqiqot dissertatsiyasidan foydalandingiz yoki tanishib chiqdingiz? Masalan, kecha o'zizga ham aytdim, 25-sentyabr kuni ham aynan BSga tema e'lon qilindi. Buxoro davlat universiteti kengashida aynan inson qadri fenomeni ijtimoiy falsafiy jihatlariga bag'ishlangan. Kimlarni dissertatsiyalar bilan tanishdingiz? Birinchisi, va sizni dissertatsiyangiz qaysi jihat bilan farq qiladi? Birinchi savol. Ikkinchisi, sizni shaxsiy fikringizni bilmoqchiman o'zingizda. Bugungi kunda raqamlashtirish jarayoni jamiyatda insonni qadrini pasayishiga olib kelmayaptimi? Bugungi kunda raqamlashtirish jarayoni insonni jamiyatdagi qadrini pasayishiga olib kelmayaptimi? Bitta misol aytaman. O'tgan oy Toshkent temir yo'llarida metro tizimida raqamlashtirish o'tishi orqasidan 200 dan ortiq odam ishdan bo'shab ketdi-da. Ular qadri, ular oilasi, tirikchiligi degan masalalar bor. Bu yerda boshqa muammolar ketish kerak. Shuning uchun shaxsiy fikrim. Tushunarlimi? Tushunarli. Marhamat.
Savol uchun rahmat. Siyosiy fanlar doktori professor Erfonim Narmonjon Burxonjonovich. Demak, birinchi savol qo'yilyapti. Inson qadri fenomenini o'rganishda siz demak qaysi tadqiqotchilarni bevosita dissertatsiyalardan foydalandingiz? Bevosita birinchi savol xususida to'xtalib o'taman. Endi bugungi kunda axborotlashtirish, raqamlashtirish, umuman bu masaladagi dissertatsiyalar anchagina keyingi paytda ko'proq himoya qilinyapti desam to'g'ri bo'ladi. Chunki shuni o'zi ham mavzuni dolzarbligini, masalani dolzarbligini bizga keltirib o'tyapti. Chunki kechagina masalan biz evolyutsion nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, tosh davrida odam birinchi jonini saqlash uchun qaysidir o'sha hayvonni ovlagan bo'lsa, ma'lum muddatdan keyin uni qo'lga o'rgan. Ma'lum muddatdan keyin uni minib olisini yaqin qildi. Bugun raqamlashtirish va bu bilan bog'liq texnologiyalar shunaqa bir revolyutsion tarzga chiqdiki, har bir masalada bu yuqori nuqtaga chiqdi. Shuning uchun ham keyingi vaqtlarda bu sohadagi tadqiqotlarning soni keskin ortib boryapti va bundan keyin bu boshqa qirralar bilan davom etadi desak ham to'g'ri bo'ladi. Demak, Yusupov, Shayx va Saidnazarov, Musulmonov va hokazo tadqiqotchilarning asarlarida ham biz kuzatamiz. Lekin boshqa tadqiqotchilarning asarlarida shu masalani ko'plab biz bilan bog'liq qirralari emas, boshqa tomondan yondashuvlar, o'zaro aloqadorlik yoki o'sha aksiologik qadriyatshunoslik bilan bog'liq tomonlar olingan bo'lsa, bizni tadqiqotimizda endi raqamlashtirish va raqamli texnologiyalarda inson qadrini qayta ko'rib chiqish bilan bog'liq masalalarni ko'proq biz ilgari surganmiz. Integratsiya masalalari avval ko'proq tilga olingan bo'lsa, bugun inson qadrini saqlab qolishda nimaga e'tibor qaratishimiz kerak degan fikrlarni ilgari suryapmiz. Ikkinchi savolingizda ustoz, raqamlashtirish jarayoni inson qadrini pasayishiga olib kelmayaptimi degan savol qo'yilyapti jamiyatda. Bu o'rinli savol. Tadqiqotning maqsadi ham mana shu inson qadrini saqlab qolish. Bugun texnologik inqilob bilan inson qadri o'rtasida jiddiy kurash davri ketdi. Hamma masalada, mana misol keltiraman. Bir vaqtlar mana shu dunyo urushi bilan bog'liq holatda tarixiy misol keltiray, mana shu Bayazid va Amir Temur o'rtasidagi nizo vaqtida o'rtaga o'sha ayol bilan bog'liq masala qo'yilgandi. Men qo'shtirnochida keltirib o'taman. O'sha ikki sarkardani to'qnashuvga sabab bo'lgan. Dunyo diplomatiyasida hatto mana shu sharm qadr masalalar o'rtaga qo'yilgan. Bugungi biz masalan vaynlarni kuzatyapmiz, media janglari, internet janglari, internet olam bilan bog'liq holatlarda buni umuman mutlaq aksi. Masalan, bugun biz kecha qadrlagan xotin-qizlar, onalar masalasini mulk sifatida olib chiqilish bilan bog'liq masala. Yoki ish o'rinlari bilan bog'liq masalani ilgari surdingiz o'sha metrodagi. Men buni yana qo'shishim mumkin. Texnika taraqqiyoti natijasida mana bugungi kunda aytib o'tishimiz mumkin. G'aznachilik bo'limlarini tugatilish bilan bog'liq masala qo'yilyapti hozir. G'aznachilik sababi mening pensiyam, mening oyligim, bo'tlari ilovalarining vujudga keltirilishi yangi tizimi yoki buxgalteriya, hisobdorlik, advokatura masalalarida, ya'ni inson qadrini, shaffoflikni ta'minlash, inson omilini kamaytirish nuqtai nazaridan olib qarasak ijobiy. Boshqa tomondan olib qaraydigan bo'lsak, ishsizlikning paydo bo'lishi, nazorat bilan, lekin bu yerda raqamlashtirish va texnologiyalar taraqqiy etgandan keyin inson ishsiz qoladi. Insonni endi uni puliga aylanadi degan narsa emas. Biz Damofen inson o'sha unga beradigan nima bilan bog'liq holatni kuzatadigan bo'lsak, endi bu yerda raqamlashtirish bilan bog'liq savodxonlikni oshirib borish. Mana muhtaram prezidentimizni bevosita keyingi ilgari surayotgan masalalarda biz kuzatadigan bo'lsak, birinchi sinfdan boshlab bolalarga axborot texnologiyalarini qo'yilishi, yuqori sinfga sun'iy intellekt bilan bog'liq masalalarni qo'yilishi biz kelgusida mana shu sun'iy intellekt va inson
umuman mana shu o'zaro munosabatlarda insonni qadrini yuksaltirish uchun uni biz har tomonlama savodxonlikni oshirish bilan bog'liq masalalarni qo'ymas ekanmiz, bu jiddiy muammolarni shakllantiradi degan fikrlar o'rtaga surilyapti. Rahmat. Marhamat, yana savollar bormi? Hurmatli mehmonlarda. Hop, so'rda ishtirok etayotgan ustozlar yozib qo'yishdimi savolni? O'qib eshittiring. Farg'ona davlat universiteti professori G'aniyev Bahodir yoshlar jami savolda ikkita savol berib turdim ustoz. Birinchi savol Xulosali ikramchi. raqamlashtirish zamonaviy qadriyatlar va global aloqani targ'ib etadi deb avtoritativni ko'rsatgach, bu o'z navbatida an'anaviy madaniy amaliyotlar va milliy qadriyatlarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Qo'shishingiz mumkin. Ikkinchisi, raqamli gumanizm haqida to'xtalibsiz va bu raqamli gumanizm qanday oilani ilgari suradi deb aytdingiz. Savol tushunarlimi? Marhamat. Savol uchun oldindan rahmat. Professor G'aniyev Bahodir Sobir Jamiyatini savollariga javobimiz qo'yidigicha. Birinchisi demak, raqamlashtirishni zamonaviy qadriyatlar va global aloqani targ'ib etadi degansiz. An'anaviy madaniy amaliyotlar va milliy qadriyatlarga ta'sir. E'tibor beradigan bo'lsak, savollar haqiqatda bir-biriga uyg'unroq. Masala ham asosiy markazida inson qadri masalasi turibdi va milliy qadriyat masalasi turibdi. Chunki birinchi savolga e'tibor beradigan bo'lsak, global aloqani targ'ib etadi. Umuman rivojlanayotgan mamlakatlardagi tadrijiy o'sish rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan yuqori bo'layotganligi uchun yagona madaniyat sari intilish paydo bo'lyapti. Bu milliy qadriyatlarni saqlashda nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Yoki raqamlashtirish zamonaviy qadriyatlar va global aloqani targ'ib etadigan bo'lsa, bugungi kunda boshqa nuqtai nazardan madaniy amaliyot va qadriyatlarni endi shubha ostida qoldiradi. Asosiy masala endi o'z-o'zidan men yuqorida fikrda keltirib o'tgandim. O'zaro ta'sir va o'zaro integratsiyalarning ijobiy va salbiy tomonlari borki, ayrim qadriyatlarni milliy mutatsiyaga uchrashi bilan bog'liq holatlar. Oddiy bir kunda o'rtacha ikkita tilni bo'lib borishi bilan bog'liq holat yoki faol iste'molga yangi so'zlarni kirib kelishi bilan bog'liq holat. Global axborot almashinuv bugun siyosiy va geografik chegaralarning umuman buzilishiga, o'tib ketishiga ham sabab bo'lyapti. Masalaning eng muhim jihati, mana biz tarixdan bilamiz, ishbilarmon odam, aqlli odam. Endi uchinchi avlodni vujudga kelishi, ya'ni common digital. Umuman axborotlashgan yangi jamiyat odamini vujudga kelishi bilan bog'liq masalalar borki, eng asosiysi demak raqamlashtirish va inson qadriyati ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy va yangi texnologik qadriyatlar o'rtasida demak ziddiyatni vujudga keltirishi bilan bog'liq masalani biz avtoreferatda keltirib o'tganmiz. Ikkinchi savol raqamli gumanizm. Endi bu inson, gumanizm insonparvarlik bilan bog'liq nuqtai nazardan ochadigan bo'lsa savolni haqiqatda dissertatsiyamizni asosida ham mana shu inson qadri, insonparvarlikni sun'iy idrok, texnologik inqilobni oldida yengilmaslik va inson qadrini saqlab qolish bilan bog'liq masalani biz ko'proq ilgari surganmiz. Raqamli texnologiyalarni inson ehtiyojlariga muvofiqlashtirish kerak. Shunda bu o'sha bevosita raqamli gumanizm degan narsa vujudga keladi. Ya'ni bu sun'iy intellektni, sun'iy idrokni, smartfonni qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar markazda inson bo'lishi kerak. Mana shunda bu bevosita gumanizm masalasini ilgari suradi. Biz o'z bilan aytganda insonparvarlik tamoyili bilan bog'liq masalani ilgari suryapmiz va
asosiy masala bu yerda ustoz tomonidan qo'yilayotgan nimani man bevosita xulosalab aytadigan bo'lsam, mehnat va qiymat o'rtasidagi masalani ko'rib chiqish kerak. Muvozanatda qanaqa bo'layotganligi bugungi kunning muhim talabi. Rahmat savol uchun. Hurmatli milliy kengash a'zolari, yana savollar bormi? Marhamat, o'tirishingiz mumkin. Hop. So'z ilmiy rahbar Hasan fanlar doktori professor To'xtayev Hakim Primovichga. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari, mehmonlar. Albatta, juda ham faxr bilan kuzatib o'tiribman savollar, qizg'in bahslar ila. Albatta, men o'zimni ilmiy xulosamni berganman. Shu bilan agar chegaralansangiz yaxshi. Faqat yana bir fikrim borki, albatta inson qadri masalasi bu nihoyatda keng tushunchaki, biz olib borilayotgan, bizni davlat rahbarimizni olib borilayotgan o'sha yangi O'zbekiston masalasini asosiy g'oyasi bu inson qadri, insonni har tomonlama haq-huquqini ta'minlash, uni har tomonlama farovon hayot kechirishga shart-sharoit yaratish va qolaversa u insonni bu hayotdan rozi bo'lishlik masalasi turibdi. Shunday ekan, bugungi bu masala, hozirgi ko'tarilayotgan dissertatsiyaga masala aynan u inson qadri raqamlashtirishda bo'ladimi, globallashuv jarayonida bo'ladimi, shu inson qadri masalasini turli jihatlardan, turli soha egalari qanchalik biz masalani nazariy nuqtai nazarda olib chiqsak va uni amaliy jihatlarini ko'rsata olsak, albatta jamiyat uchun va olib borilayotgan barcha o'sha qo'yilayotgan davlat tomonidan qo'yilayotgan vazifalarni bu jihatdan albatta ham nazariy ham amaliy jihatdan yordam berishga qaratiladi. Shu nuqtai nazarda fikrim shuki, bu mavzu hozirgi kunda nihoyatda dolzarb. Chunki yangi O'zbekiston buni asosiy g'oyasi albatta inson masalasi. Insonni qadri, qimmati, haq-huquqini ta'minlashga qaratilgan. Shunday ekan, albatta bu dissertatsiyada ham bu jihatlarga e'tibor berilgan. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Men aynan o'zimni xulosam bilan cheklanaman, berganman va qolaversa yana so'zga imkoniyat bo'ladimi yo'qmi, hammalaringizni ustozlar bayramlaringiz bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Farzandlaringiz, nevaralaringizni vaqtida hamma vaqt omon bo'linglar, rohatlarni ko'ringlar. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Rahmat e'tibor uchun. Rahmat Hakim Primovich. Hop, dissertatsiya bajarilgan muassasa va ilmiy seminarning xulosalari, yetakchi tashkilot taxrizi, dissertatsiya va dissertatsiya avtoritariyati bo'yicha ilmiy kengashga kelib tushgan boshqa taxrizlarni eshitish uchun so'z ilmiy kotibga. Marhamat. Assalomu alaykum ustozlar. Dissertatsiya bajarilgan muassasa, ilmiy seminar xulosalari, yetakchi tashkilot taxrizlari va dissertatsiya avtoritariyati dissertatsiya ishi Namangan davlat universiteti ijtimoiy fanlar kafedrasida 2025-13 fevralda 11 soat muhokama qilingan va Namangan davlat universiteti huzuridagi falsafalantiruvchi, ilmiy dars beruvchi PhD 76 raqamli mitingga uchun tavsiya etilgan. Shuningdek, dissertatsiya ishi 2025 yil 5-martda Namangan davlat universiteti huzuridagi 76 raqamli ilmiy kengash boshidagi ilmiy seminarda muhokama davrida va ilmiy seminar tadqiqotchi dissertatsiya ishini hikoyaga tavsiya etgan bayonnoma ko'chirmalar mavjud. Bayonnoma ko'chirmasiga ilmiy seminar esa falsafalar doktori professor Ismoil va ilmiy kotib dotsent Sobirjonov tomonidan imzolangan. Hamda Namangan davlat universiteti ilmiy ishlar idorasilar bo'yicha prorektor Hasanjon Rasul tomonidan tasdiqlangan. Ilmiy seminar Solih Ignatov Komiljonovning tadqiqot ishi tugallangan, yaxlit ko'rinishli topgan dolzarbligi, zarurati, nazariy va amaliy ahamiyati, bajarilishi hajmi chop etilgan maqolalar sonida doktorlik dissertatsiyasiga qo'yiladigan talablarga javob beradigan hisobot himoyaga tavsiya etgan. Tadqiqot ishiga Toshkent davlat texnik universiteti yetakchi tashkilot sifatida xulosa berdi.
2025 yil 19 sentyabrda 3-sonli yig'ilishda Toshkent davlat texnika universiteti konsul konferensiyasida muhokamalar o'tkazildi. Ilmiy seminar demak yetakchi tashkiloti raisi Nishonova va kotib Usmonovlar tomonidan xulosalar ijobiy, lekin ayrim mulohazalar ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiyada bunday kamchiliklar mavjud. Birinchidan, tadqiqot natijalarida e'lon qilinganda dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 26 ta ilmiy ish e'lon qilingani ta'kidlangan. Lekin e'lon qilingan ishlar ro'yxatida barchasi to'liq keltirilmagan. Ikkinchidan, dissertat raqamli dunyo tushunchasiga o'z ta'rifini keltirdi. Uchinchidan, tadqiqot mavzusi raqamli dunyoda inson qadri fenomeni ijtimoiy falsafiy tahlil deb nomlangan bo'lsa-da, ayrim joylarda inson qadriyati fenomeni raqamli asl iboralarida ishlatilgan. To'rtinchidan, tadqiqotchi ayrim konsepsiyalar haqida fikr bildirgan, lekin ularning asoslarini keltirmagan. Ya'ni qachon va qayerda ishlab chiqilganligi ko'rsatildi. Masalan, qiymatning neoliberal subyektiv konsepsiyasi, raqamli insonparvarlik konsepsiyasi kabilar keltirishdi. Beshinchidan, dissertatsiya nomida ayrim atamalarning izohi ma'nosi keltirilgan. Masalan, raqamli dunyo, raqamli asr, raqamli tanlanish, eksistensial kontur, eksistensial qiyinchiliklar, sotsial ma'lumotlar jadval yoki diagramlar asosida yoritilganda maqsadga muvofiq bo'ladi. Oltinchidan, ushbu mavzuga oid mamlakatimizda qilingan tadqiqot ishlaridan ko'proq iqtiboslar keltirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Olganda yetakchi tashkilotda umumiy xulosasida tadqiqotchi Solih Ikromjonovich falsafalar bo'yicha ilmiy darajaga borib, PhD ilmiy darajasiga borib tayyorlashdi. Shu bilan birgalikda dissertatsiya avtor referatiga quyidagi olimlardan tanqidlar olindi. Xo'jand davlat universiteti dotsenti, falsafalar nomzodi Xatarova tomonidan, Tojikiston davlat universiteti professori, falsafalar doktori Zahidov tomonidan, ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar instituti professori, falsafalar doktori Usmonov tomonidan, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti psixologiya va ijtimoiy siyosiy fanlar fakulteti dekani, falsafalar doktori professor Aymatov tomonidan, Farg'ona davlat universiteti ijtimoiy fanlar kafedrasi professori Stiv tomonidan, Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti O'zbekiston tarix kafedrasi professori Quvvat tomonidan, Toshkent amaliy fanlar universiteti professori Hakim tomonidan, O'zbekiston Milliy universiteti professori falsafalar doktori To'jiy tomonidan, O'zbekiston Respublikasi kriminologiya tadqiqot instituti ilmiy xodimi siyosiy fanlar doktori Tafarov tomonidan, Toshkent davlat texnika universiteti falsafa va milliy kafedrasi professor Nishonov tomonidan va O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markaz direktori professor falsafalar doktor Kitablar tomonidan taqiqlar ijobiy ayrim mulohazalar keltirilgan. Birinchidan, ishda ortografik stilistik xatoliklar uchradi, ularni bartaraf etish lozim. Ikkinchidan, foydalangan adabiyotlar bazasini kengaytirish, tadqiqotni amaliyotini oshirishga xizmat qiladi. Uchinchidan, ishning dolzarbligini hisobga olib, xulosa qismida yanada ko'proq taklif berishsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb xulosa qilishgan. Xulosadan chiqib, barcha tanqidlar mavzuning dolzarbligi, olingan natijalarning ilmiy amaliy ahamiyati ijobiy baholangan va tadqiq so'ngida tadqiqotchi Solih Ikromjonovich 9.00 doktor ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblashdi. Ma'lumot uchun, dissertatsiya tadqiqoti saytida 10 sentyabrda e'lon qilinadi. Dissertatsiya mavzusi 3 sentyabrda. Rahmat. So'z tadqiqotchiga xulosa tahlilga munosabat bildirish uchun. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi. Hop. Tadqiqotimizni, dissertatsiyamizni farqli vaqtlarni ayirib o'rganib, o'zlarining fikrlarini bildirgan barcha tadqiqotchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yetakchi tashkilot
Toshkent davlat texnika universiteti nishoni va rahbarligidagi barcha professor ustozlarimizga ham rahmat. Haqiqatda ancha munozarali bo'ldi va ishimizni tadqiqotimizda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan juda ko'p tavsiyalar berildi. Mazkur tavsiyalarni biz yana bir bor ko'rib chiqib, keyingi tadqiqotlarimizda albatta bunga e'tibor qaratamiz. Rahmat. Rahmat. So'z dissertatsiya bo'yicha birinchi rasmiy aforizm falsafa fanlari doktor professor Muxtarov Azamat Muxtarovga marhamat. Borlarmi? Hozircha. Ming bir uzr, Azamat akani rektor shu paytda chaqirib olgan ekanlar, hozir rahbar oldida chiqishini iloji bo'lmay qoldi. Shunda tavsiya nimani O'qib ishlaydi. Namangan davlat pedagogika tadqiqot iqtisodiy protokoli joylashdi. 19 ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha raqamli dunyoda iqtisod qadri fenomeni ijtimoiy falsafiy tahlil mavzusidagi falsafa doktori. Ilmiy darajasini olishga kattagan dissertatsiya avtoriga rasmiy aforizm Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida falsafa kafedrasi mudiri, falsafalar doktori professor Azamat Muxtorovning taqdimoti bilan tanishtirib o'tsam, bunday iborat birinchi qismida mavzuning dolzarbligi va zaruratni ta'kidlangan, ikkinchi qismida esa har bir boblar bo'yicha alohida batafsil to'xtalib o'tilgan va xulosa qismini tanishtirib o'tsam, vaqt hisob qilganda hisoblasanglar dissertatsiya va avtoritetni o'rganish jarayonida tadqiqotchiga tuzatilishi kerak bo'lgan kamchiliklar ko'rsatilib, ushbu jarayonda ko'pchiligi Solih Ikrom Komiljonov tomonidan tuzatildi. Tadqiqot ishida qator yutuqlar bilan birgalikda ayrim kamchiliklar ko'zga tashlanadi. Birinchidan, raqamli jamiyatdagi inson qadriyatlari masalasi ijtimoiy falsafiy nuqtai nazardan ko'plab empirik holatlarni o'z ichiga oladi. Dissertatsiyada sotsiologik so'rovnomalar, kapital tahlil kabi amaliy metodlardan foydalanilgan. Agar mazkur tadqiqotda yoshlar orasidagi raqamli qadriyatlar haqida qarashlar bo'yicha empirik ma'lumotlar keltirilganda tadqiqotning ilmiy ishonchlikligi yanada ortgan bo'lar edi. Ikkinchidan, garchi ayrim boblarda xorijiy tajribalar va ilmiy adabiyotlar tahlil qilingan bo'lsa-da, raqamli jamiyatda inson qadriyatlari transformatsiyasi bo'yicha g'arb va sharq yoki rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi qarama-qarshi yondashuvlar chuqur qiyoslangan bo'lsa ham, biroq post pandemiya davrida yuzaga chiqqan raqamli tengsizlik, raqamli inkluzivlik masalalariga ko'proq e'tibor qaratilsa, ishning saviyasi yanada ortgan bo'ladi. Uchinchidan, dissertatsiyada ko'tarilgan raqamli humanizm, ontologik qadriyatlar, texnoaksiologiya kabi tushunchalar juda dolzarb bo'lishiga qaramay, ba'zilarining konseptual asoslari chuqur ochib berilmagan. Ularning boshqa ilmiy maktablar tomonidan qanday tahlil qilinishi, tanqid va amaliy natijalar haqida kengroq tahlil qilinishi maqsadiga muvofiq bo'ladi. To'rtinchidan, boblarning kirish qismida bildirilgan fikr va bahslarga nisbatan juda qisqa uni kengaytirish maqsadiga muvofiq. Beshinchidan, dissertatsiya va avtoritetlarni himoyaga qadar yana bir bor nizom talablari asosida rasmiylashtirishga e'tibor qaratish lozim. Ishning xulosa qismida taklif va tavsiyalarni yanada kengaytirish tavsiya etiladi. Bu kamchiliklar ishning umumiy mazmuni va sifatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmadi. Umuman olganda, dissertatsiyani ijobiy baholash mumkin. Mavzu doirasida e'lon qilingan ilmiy maqolalar va tezislar uzoq ilmiy tadqiqot izlanish natijasi ekanligini tasdiqladi. Yuqoridan kelib chiqib shunday xulosa qilish mumkin. Solih Komiljonovning raqamli dunyoda inson qadri fenomeni ijtimoiy falsafiy tahlili mavzusida yozilgan dissertatsiya hozirgi kunning dolzarb muammolariga bag'ishlangan. Mustaqil va mantiq tugallangan ilmiy tadqiqot ishi deb hisoblash mumkin. Ikkinchidan, dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy Attestatsiya komissiyasining falsafalar bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyalarga qo'yiladigan talablarga to'liq javob beradi. Uchinchidan, dissertatsiya va avtoritet 1900 ijtimoiy falsafa ixtisosligi aynan mos. To'rtinchidan, avtoritetda dissertatsiya asosiy ilmiy konseptual g'oyalar to'liq aks ettirilgan. Beshinchidan, dissertatsiya Solih Komiljonovning falsafalar bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblanadi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professor, falsafalar doktori Azamat Muxtorov. Rahmat. So'z tadqiqotchiga birinchi rasmiy aforizm xulosalariga munosabat bildirish uchun marhamat.
falsafa fanlari doktori, professor Muxtorov Azamat Muxtorovichni hurmatli vaqt bermay dissertatsiyamizni ko'rib bergan takliflar uchun katta rahmat aytamiz. Haqiqatda ustoz shu bevosita dissertatsiya va avtoreferatni ko'rish jarayonida juda ko'p amaliy tavsiyalar ham berdilar va bu dissertatsiyani hali kelgusidagi masalalar bo'yicha ham tavsiyalar uchun rahmat. Bugungi kundagi o'sha faol ko'chish masalasi, kvant fizikasi va hokazo o'tmish va kelajak o'rtasida bilan bog'liq masalalar bo'yicha ham fikrlarimizni oldik. Kamchiliklarni to'g'rilab, tavsiyalarni kelgusi tadqiqotlarimizda demak ko'rib chiqarishga harakat qilamiz. Rahmat. Hop, so'z ikkinchi rasmiy apparat siyosiy fanlar doktor professor Dehqon Narimon Burxonchanovich. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli mehmonlar. Mana sizlarga guvoh bo'ldinglar. Haqiqatda bu dolzarb masalaga bag'ishlangan dissertatsiya mavzusini o'tmoqda va buni taqdimotda ham tadqiqotchilar chiqishlarida ham savollarga berilgan javoblar va savollar mohiyatida ham ko'rib turibdi. Umuman olganda bugun ijro rejasi raqamli texnologiyalar shiddatdan rivojlanayotgan inson hayotini barcha jabhalarga chuqur kirib borayotgan davr sifatida farqda bo'lmoqda. İnson faoliyatini bugungi kunda e'tibor beradigan bo'lsak, barcha sohalar, masalan, ta'lim, iqtisodiyot, siyosat, madaniyat va ijtimoiy munosabatlarda raqamlashuv jarayoni yuz berayotgani inson qadri va uni jamiyatdagi o'rnini yangi qarashlar asosida qayta baholash zaruratini tug'dirmoqda. Tarixdan agar e'tibor beradigan bo'lsak, inson qadri masalasi falsafa, etika, sotsiologiya va boshqa tumanlar markazida bo'lib kelgan, biroq raqamli dunyo sharoitida bu fenomen yangi mazmun va shaklda namoyon bo'lmoqda. Internet, sun'iy intellekt, virtual kommunikatsiyalar va ma'lumotlar tahlil kabi texnologiyalarning kirib kelishi insonning shaxsiy hayoti, dunyoqarashi va o'z-o'zini anglashi jarayoniga chuqur ta'sir o'tkazmoqda. Bunday o'zgarishlar inson qadriga yangicha yondashuvi bugungi talab qilmoqda. Shuningdek, bugungi kunda raqamli muhitda axloqiy va ma'naviy me'yorlarning o'zgarishi, fake axborotlarning tarqalishi, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va inson huquqlari masalalari ham dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Jumladan global raqamlashuv jarayonida shaxsiy qadri va sha'ni qanday saqlanishi, axborot xurujlari sharoitida inson qanday himoyalanishi lozimligi kabi savollar ilmiy tahlillar talab etmoqda. O'zbekistonda ham bugungi kunda raqamli transformatsiya davlat siyosati darajasida amalga oshirilayotgan bir paytda inson markazida yondashuvni ta'minlash, raqamli sog'liq holiga oshirish, yoshlarni raqamli muhitga moslashtirish, ularni ma'naviy immunitetini mustahkamlash alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan Soliyev Ikromjon Samiljonovning raqamli dunyoda inson qadri fenomeni ijtimoiy falsafiy tahlil mavzusidagi tadqiqoti nafaqat nazariyat ahamiyatli, balki amaliyot ahamiyatiga ham ega hisoblanadi. Dissertatsiyaning tashkilida tadqiqot faoliyatining zarurati asoslangan. An'anaviy tarzda O'zbekiston Respublikasi fan va texnologiya usul yo'nalishlariga bog'liq bo'lib ko'rsatilgan mavzu bo'yicha xorijiy tadqiqot sharti, muammolarni o'rgangan darajasi yoritilgan. Ish maqsadi, vazifasi, tadqiqot obyekti predmeti aniqlangan. Tadqiqot usullari, dissertatsiyaning yangi va amaliy natijalari bayon qilingan. Dissertatsiyaning muammoni o'rganilganlik darajasi qismini e'tibor beradigan bo'lsak, adabiyotda 4 ta qismga alohida bo'lib olingan. Dastlab mavzuga alohida shart mutafakkirlar asarlari, so'ngra xorijiy manbalar, intiho olimlari hamda mahalliy tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlariga e'tibor qaratilgan. Dissertatsiya 3 ta asosiy blokdan iborat bo'lib, har bir bo'limda raqamli dunyo va inson qadriyatlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar turli falsafiy, madaniy va ijtimoiy nuqtai nazardan yoritilgan. Dissertatsiya raqamli dunyoda inson qadri fenomeni namoyon bo'lishini tadqiq etish nazariy metodologik asoslar bilan nomlangan birinchi bobida raqamli dunyo va inson qadri tushunchalarini falsafiy retrospektiv xususiyatlari, raqamli dunyoda inson qadrini namoyon bo'lish shakllari, raqamli dunyoda internet va boshqa axborot kommunikatsiya texnologiyalarining inson dunyoqarashiga ta'siri xorijiy va milliy doiradagi ilmiy izlanishlar asosida yoritib berilgan. Tadqiqotda raqamli dunyoda insoniy qadriyatlarni qanday shakllanish, ularni ontologik va aksiologik asoslari hamda tadqiq etish uslublari keng falsafiy va metodologik yondashuvlar doirasida tahlil qilingan. Dissertant insoniy qadriyat tushunchasiga alohida to'xtalib, uni ta'riflashga harakat qilgan. Masalan, 15-betda insoniy qadriyat bu odamlar va odamlar o'rtasidagi o'zaro ehtiyojlar va o'zaro qondirish munosabatlaridir. Inson qadriyatida inson nafaqat qiymat subyekti, balki qiymat obyekti hamdir degan bir fikrni bildirib o'tadi. Mazkur fikrlar 16-betda ham davom ettiriladi va inson qadri tushunchasining falsafiy mazmun mohiyatiga e'tibor qaratiladi hamda misollar keltiriladi.
Tadqiqot 7-chi betda raqamli jamiyat to'g'risida ham tadqiqotchi alohida fikrlar keltirgan. Masalan, tadqiqotchi tomonidan raqamli jamiyat bu jamiyat hayotining barcha jihatlarida bilim va axborot rolining ustuvorligi bilan taqiqlangan sivilizatsiyaning zamonaviy rivojlanishlari degan bir xulosani beradi. Ayniqsa xorijiy mamlakatlarda raqamlashtirish milliy dasturlarni amalga oshirilayotganini alohida tahlil qilgan. Masalan, Daniya, Norvegiya, Buyuk Britaniya, Kanada, Germaniya, Saudiya Arabistoni, Hindiston, Rossiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Malayziya, Singapur, Avstraliya, Yangi Zelandiyada bugungi kunda jadal loyihalar amalga oshirilayotgan. Xitoy o'zini internet plus dasturida raqamli sanoatni an'anaviy sanoatdan birlashtirgan ekan. Singapur esa axborot iqtisodiyotini qurgan. Janubiy Koreya kreativ iqtisodiyot dasturi orqali inson kapitalini rivojlantirish, tadbirkorlik va eng so'nggi texnologik yutuqlarni qo'llab-quvvatlagan. Daniya esa davlat sektoridan raqamlashtirishga e'tibor qaratganini ko'rsatib o'tgan 18-bet. Tadqiqot 19-betda raqamli dunyo terminiga alohida ta'rif berib o'tgan. Xususan, raqamli dunyo bu inson mavjudligi va ijtimoiy munosabatlarni sezilarli darajada o'zgartiradigan texnologik va axborot tuzilmalari to'plami degan bir xulosani berib o'tadi. 25-26-betda aqlli qishloq konsepsiyasi, 27-betda sun'iy intellekt, global yurish dasturlari, 28-29-betda robotlar to'g'risida fikrlar yuritib, ularning bugungi ijtimoiy hayotiga to'g'risida tahliliy ma'lumotlar keltirilgan. Mazkur bobda dissertant hozirgi jamiyatda internetga ega bo'lganlar va bo'lmaganlar o'rtasida katta tafovut mavjudligini ham tahlil qilgan, buni ijobiy va salbiy tomonlarini sanab o'tgan. Masalan, 39-betda 2022-yil ma'lumotlarga qaraganda Yevropa bilan 89.6%, Shimoliy Amerika 93.4% internetga egash imkoniga ega ekan. BMT a'zo davlatlar aholisining 45%, ya'ni o'rtacha bugungi kunda 3,5 milliard kishi hamon raqamli tengsizlikdan aziyat chekayotgan. Afrikada bo'lgan 46.8%, Osiyoda 62.4% ekanini qayd etadi. Dissertatsiya raqamli dunyoda inson qadri fenomenining ijtimoiy madaniy shakllanish mezonlari va xususiyatlari deb nomlangan 2-bobida raqamli dunyoda insonni o'zini o'zi anglashdagi obyektiv va subyektiv omillarga nisbatan turlicha yondashuvlar, raqamli dunyoda insonning ma'naviy, axloqiy va diniy moslashuvining o'ziga xos xususiyatlari, raqamli dunyo falsafasi va media kommunikatsiyalarning o'zaro aloqadorligi falsafiy nuqtai nazardan tadqiq qilingan. Ushbu bobda dissertant bugungi kunda konseptual jihatdan ta'lim tizimini 3 asosiy yo'nalishda olib borilishini ta'kidlaydi. Ta'lim jarayonini raqamlashtirish, raqamli ta'lim mazmuni hamda ta'lim boshqaruvini raqamlashtirish, ya'ni 7-betlardir. Bunda onlayn darsliklar va virtual laboratoriyalar, ochiq ta'lim mazmuni, har bir ishtirokchiga moslashuvchan va individual yondashuv haqida shaxsiy mulohazalarni bildirdi. 57-betda hozirgi kunda dunyoda samarali boshqaruv, davlat xizmatlarining sifati va ulardan foydalanish qulayligi, davlat boshqaruvida mansabdor shaxslar va fuqarolar o'rtasidagi muloqotni minimallashtirish, davlat boshqaruvida elektron xizmatlardan foydalanish darajasi, davlat xizmatida korrupsiyaga qarshi kurash kabilar bilan baholanishni qayd etgan. Jahon mamlakatlarida davlat boshqaruvida elektron resurslarni qo'llash bilan innovatsion usullarga ustunlik berilishi va boshqaruvni tashkil etishga sarflangan mablag'lar tejalishini tadqiqotchi tomonidan ta'kidlangan. Masalan, Daniya, Avstraliya, Koreya Respublikasi, Angliya, Shvetsiya, Finlandiya, Singapur, Yangi Zelandiya va Fransiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumatni rivojlantirish indeksi bo'yicha yetakchi 10-likdan joy olganlar. Bu mamlakatlarning aksariyati jamiyatni raqamlashtirish strategiyasini qabul qilgan. Yangi zamonaviy texnologik innovatsiyalar, blockchain, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar bazasi tizimlarini joriy etishga faol qaror qilganini ko'rsatib berilgan. Mazkur bobda raqamli dunyo odamlarning ma'naviy, axloqiy va diniy moslashuv usullariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Raqamli dunyo shaxsiy hayotga oid ma'lumotlar, raqamli qaroqchilik va sun'iy intellekt etikasi kabi noyob axloqiy dilemmalarni taqdim etgan. Bu esa odamlarning ushbu yangi axloqiy landshaflarda harakat qilishga undayotgan. Internet diniy matnlar, ta'limotlar va nuqtalarga keng kirish imkoni berayotganini tahlil qilgan. Tadqiqotda ushbu qismida muallif tomonidan avlodlar nazariyasi to'g'risida ham alohida fikrlar yurilgan. Masalan, dissertant avlodlar nazariyasi bu tarixdagi vaqt davrlariga xos xususiyatlarni tavsiya etadi. Shuningdek, ma'lum xronologik vaqt oralig'ida tug'ilgan odamlarning dunyoqarashida alohida ta'kidlaydilar. Avlodlar nazariyasining turli bosqichlarga bo'lib o'tadi. 64, 65, 69-betlarda dissertant demak bugungi kundagi avlodlar nazariyasida X, Y, Z deb nomlangan avlodlar bo'linishini ta'rif etadi va har biriga alohida tafsir beradi. Shuningdek, tadqiqotda raqamli texnologiyalarning ijtimoiy-siyosiy hayotga ta'siri chuqur va ko'p qirrali ekanligi, ular ko'proq ishtirok etish va oshkoralik va global ulanish imkoniyatlarini taklif qilsa-da, maxfiylik, xavfsizlik va tengsizlik bilan bog'liq muammolarni kelib chiqishi asoslangan 78-betda.
79 betda tadqiqot tomonidan globallashuv ijtimoiy hayotning barcha jabhalarga ta'sir ko'rsatadi. Bu axborot inqilobi bilan birga keladi. Ikkinchisi, barcha geografik hududlarga tarqatilgan bir xulosalarni berib o'tadi va globallashuv jarayonida raqamli dunyo o'rtasidagi muvozanatni, muvofiqlikka alohida aytib o'tadi. Dissertatsiyada siyosiy jarayonlarni raqamlashtirishning yagona ko'rinishi so'nggi 10 yillikda yuz berganligi, Cambridge Analytica ishi bo'yicha mojaro yoki AQSh prezidentligiga saylovlar chog'ida prezident Trampning Twitter akkauntini bloklanishini, Facebook bosh direktori Mark Zuckerbergning 8 soatlik faoliyati misollar orqali ko'rsatilgan 81-betda. Dissertatsiyaning 3-chi bobi O'zbekistonda axborotlashuv jarayonida inson qadri elementini yuksaltirishni strategik yo'nalishlardan nomlangan bo'lib, bunda raqamli aloqa vositalarining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyatining o'ziga xos jihatlari, raqamli dunyoda fan va milliy ta'limni yuksaltirish usullari va vositalarini takomillashtirish, O'zbekistonda yoshlarning raqamli savodxonlik darajasini yuksaltirish omillari muammosi falsafiy kontekstda yoritiladi. Mazkur bob birinchi paragrafda raqamli aloqa vositalarining bugungi kunda yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati, ijobiy jihatlari, qulayliklari hamda imkoniyatlari haqida fikrlar keltirilgan. Shu bilan birga tadqiqotchilarning yaqin yillarda xalq savodsizligi va turli kasalliklarga duch kelishidan ogohlantirishi, telefonga qaramlikning sabablari va oqibatlari atroflicha tahlil qilingan. 90-91-betda. Bu dissertant savollarga javob berishdan aytib o'tgan. Jumladan, dissertant ta'kidlashicha, O'zbekistonda bugungi kunda har 5 boladan 3tasi butun vaqtini mobil telefonda o'tkazmoqda. Dunyo mamlakatlarida bu kasallikka qarshi kurash allaqachon boshlangan. Oqibatda o'smirlarning ota-onalari farzandini telefondan uzoq vaqt o'tkazishdan xavotirlanmoqda. Buning sababi 18 yoshli o'smirlar bunday qaramlikka duch kelishmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yoshlarimiz 69.2% har kuni 26.7% haftada bir marta, 4.1% esa oyiga bir marta ijtimoiy tarmoqlarda ota-onalar tomonidan tekshirib borilmoqda. Bu albatta juda ham jiddiy masala ekanligi ko'rsatib turmoqda. Masalan, 15 yoshli bola kuniga 4 soat ekran qarshisida o'tirsa, jismoniy faoliyati bor yo'q 1 soat vaqt saqlagan deb deyiladi. 91-betda tahlil qilinyapti. Serdar tomonidan ushbu fikrlarni keltirilishi muammoning naqadar jiddiyligini, shu bilan birga bunga qarshi kurashda tizimli mexanizmlarni ishga solish lozimligini ko'rsatib bermoqda. Dissertatsiyaning ushbu bobida mobil aloqa vositalari bundan kunga tashvishli oqibatlarni keltirib chiqarayotgani va u ijtimoiy hayotga ta'siriga yordam bergan. Ayniqsa, yoshlar o'rtasida nomofobiya, ya'ni mobil telefondan qo'rqish, mobil telefonsiz qolishdan qo'rqish holatlari yuzaga kelishi juda achinarli. Mazkur atama to'g'risida ham fikrlarni bildirib, demak, bugungi kundagi tadqiqotchilar tomonidan bildirilayotgan mana shu mobil telefonga mukkasidan ketish yoki telefon nomofobiyani oqibati hatto ruhiy kasallikni keltirib chiqarish to'g'risida ham fikrlar aytib o'tilgan 94-betda. Shuningdek, tadqiqotda jahon taraqqiyotini hozirgi bosqichda ijtimoiy tarmoq yetakchilik qilayotgani, bugungi kunda o'z vaqtida hamma ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlaydiganlar ko'pligi, har yili tarmoqlar soni ortib borayotgani, masalan, Instagram, Kontakt, WhatsApp, Facebook, Twitter, Odnoklassniki, Viber va boshqalar haqida asoslangan ma'lumotlar tahlil qilingan 96-betda. Bundan tashqari, tadqiqotchi tomonidan hozirgi globallashuv va raqamli dunyoda muammolarning yechimi ta'lim bilan bog'liq ekanligi dissertant tomonidan ta'kidlanadi. Dissertantda bildirishicha, Yevropa, AQSh va boshqa rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotlar 1 va 2% o'rnida oliy tarafga, 2-3% esa fanni rivojlantirishga ajratilmoqda. Birgina AQSh misolida oladigan bo'lsak, 2010-yilda shu tadqiqot va innovatsiyalarga 148 milliard dollar ajratilganligi, Yevropa ittifoqi ham bundan ortda qolmayotganligi, 7-chi rangda Campus, Erasmus Mundus va katta byudjetli boshqa dasturlarni degan misol tariqasida keltiradi 109-betda. Bundan tashqari, dissertant O'zbekistonda yoshlarning raqamli savodxonlik darajasini yuksaltirishda alohida e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatga to'xtalib o'tadi. 120-betda buni sanab o'tmayman, o'zlari aytadilar. Dissertatsiyaning xulosa qismida nazariy fikrlar bilan amaliy tavsiyalar keltirib o'tilgan. Shunga qaramasdan tadqiqot ishida erishilgan ko'plab yutuqlar bilan birga ayrim demak tashkilotlar. Birinchisi, dissertatsiyada xorijiy tajribalar va ilmiy adabiyotlar juda ham ko'p tahlil qilingan. Lekin raqamli jamiyatdagi inson qadriyatlari transformatsiyasi turli yondashuvlar bo'yicha siyosiy tahlil kam berilgan. Ikkinchisi, dissertant ko'plab tadqiqotchilarning mavzu doirasidagi fikrlarini keltirishga harakat qilgan. Juda ham ko'p. Biroq mana shu tadqiqotchini bu yerdagi o'rni mana shu fikrlarga shaxsiy munosabat yoki o'zining shaxsiy pozitsiyasi kam bildirilgan, u fikrga qo'shilishi, qo'llab-quvvatlash yoki unga inkoz qilishi, tadqiqotchi sifatida, mutaxassis sifatida unga
o'zini pozitsiyasini kam bildirilgandek ko'rdi. Masalan, 15, 22, 36, 7, 97 dedi. Uchinchisi, dissertatsiyada ayrim fikrlarga manba ko'rsatib berishyapti. Masalan, 44-betda, 56-betda, 65-66-betlarda juda ham qiziqarli statistik ma'lumotlar keltirilgan, lekin uni qayerdan olingan, qaysi manbadan olinganligi ma'lum bo'lgan. Chunki tadqiqotda albatta har bitta bildirilayotgan statistik ko'rsatkich, statistik ma'lumotlar manbalar asosida asoslanishi kerak. To'rtinchisi, dissertatsiyada falsafa adabiyotlardan yanada ko'proq foydalanilganda shimiy hikmat oshgan bo'lardi. Tadqiqot yakunida taklif va tavsiyalar qismini endi kengaytirish mumkin edi va oxirgisi foydalangan adabiyotlar ro'yxatida Snosskilar yoki hikmat oliblar ayrim o'zgartirishlardan holatlar bor. Umuman olganda dissertatsiyaning kamchiliklari uni umumiy qiymatni ushlatilmaydi, balki kelgusida tadqiqot yo'nalishlarini yanada takomillashtirish uchun yo'nalish vazifasini o'zlaydi. Xulosa qilib aytganda, tadqiqotchi Solievning dissertatsiyasi dolzarb mavzulardan nazariy jihatdan yetuk, amaliy jihatdan qo'llanishi mumkin bo'lgan ilmiy tadqiqot hisoblanadi. Buning inson qadri fenomeni muammosi, bunda inson qadri fenomeni muammosi ijtimoiy falsafiy nazardan ilmiy jihatdan asoslangan va zarur bo'lgan muhim tavsiyalar taqdim qilingan. Dissertatsiyaning mavzusi ilmiy yangilik, amaliy ahamiyati va nazariy asoslari uni falsafalar bo'yicha falsafada o'tirib PhD ilmiy darajasini olish uchun himoyaga tavsiya etishga asos bo'ladi. Dissertatsiya iqtidorlangan mustaqil ilmiy tadqiqotchi hisoblanadi. Tadqiqotchi Soliyev Ikrom Komiljonovichni 0900 ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha raqamli dunyoda inson qadri fenomeni ijtimoiy falsafiy tahlil mavzusidagi falsafa fanlari bo'yicha falsafada o'tirib PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi va tadqiqotchini falsafalar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun loyiq deb hisoblaymiz. Rahmat, Nazar Muhammad. Marhamat, ikkinchi rasmiy abonentga munosabat bildirish uchun so'z tadqiqotchi. Avvalambor siyosiy fanlar doktori professor Dehqon Narimanjon Burxonjonovichga men katta rahmat aytaman. E'tibor bergan bo'lsanglar, vaqt qisqaligi uchun mana ochib bermagan juda ko'p qirralarni bet-bet ochib berganligi professor Narimanjon Burxonjonovich ishni mukammal darajada o'qib chiqqanligini ham bildiradi. Biz bevosita bugun emas, ham ishni qo'llariga o'sha nisbatan taqrizga bergan kundan boshlab qaysi kamchiliklar bor, qaysi buni yutug'i boshqa xususda ham tavsiyalar berib oldik. Haqiqatda bu yerda xorijiy tajriba, siyosiy tahlil, shaxsiy munosabat masalalari to'g'risidagi tavsiya e'tirozi to'g'ri keltirildi. Geosiyosiy manfaatlar, energiya resurslari, millatchilik, diniy mutasaddilik, boshqa elita va xalq manfaatlari bilan bog'liq masalalar, bularni barchalarini biz o'sha dissertatsiyamizga keltiramiz. Tavsiyalaringiz uchun rahmat. Kelgusi tadqiqotlarimizda biz albatta buni inobatga olamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar, mana ilmiy tadqiqotni rasmiy jihatdan yakunladik va mana navbat norasmiy munozaraga, ilmiy munozaraga. Marhamat, professor Ismoilovga so'z. Hurmatli ilmiy kengash raisi, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Mana shu ta'kidlamoqchimanki, birinchi navbatda Tomjon Komiljonovich ilmiy seminarda aytilgan barcha mulohazalar, takliflarni hammasini to'liq inobatga olgan. Chunki seminar bilan himoya borasidagi vaqt davomida Ikromjon Komiljonovich o'zida qanchalik mashaqqat bilan ishlaganlar, usuliga duch kelganligidan man shaxsan xabardorman. Ana shu muammolarni barchasini muvaffaqiyatli tarzda bartaraf etganligi bu Ikromjon Komiljonovdagi ma'naviy jasorat deb hisoblash mumkin. Ikkinchidan, dissertatsiyani dolzarbligi va ilmiy qiymatdan bog'liq ayrim fikrlarni aytib o'tmoqchiman. Birinchidan, raqamli dunyo inson hayotini yengillashtirishga, qo'yilgan maqsadga erishishda, ishda sifat va samaradorlik bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi dissertatsiyada o'z aksini topgan. Ikkinchidan, raqamli dunyo insonni globallashtirish ustiyoqlaridan bog'liq bo'lishda, hamda bundan dialektik fikrlashni yanada jadallashtirishni talab etishga asoslar berdi. Uchinchidan, raqamli dunyo jamiyat boshqaruvini optimallashtirishga ta'sir bermoqligi
Oysa o'zidan inson qadrini qutblashda katta o'rin tutishi to'la ma'noda asoslab berilgan. Ana shularni hisobga olib, men yuqoridagi rasmiy opponentlarini demak fikrlarini to'la qo'llab-quvvatlayman. Ish tugallangan faoliyat statistikaviy so'rovlarga javob beraman. Shuni yana ta'kidlash lozimki, Ikromjon Komiljonovich faqat ilmiy ish bilan qanoatlanib qolmasdan, viloyatda ijtimoiy siyosiy hayotda ham bevosita aktiv ishtirok etyapti. Ana shuning uchun ham shularni hisobga olganimizda yuqoridagi ijobiy fikrlarni qo'llab-quvvatlash bilan bir qatorda men bu yerda qatnashayotgan, Zoom'da qatnashayotgan kengash a'zolarini Ikromjon Komiljonovich to'la qo'llab-quvvatlashlarini iltimos qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat ustoz. Yana kimda fikrlar bor? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hurmatli ustozlar, hurmatli qatnashuvchilar. Bugungi global taraqqiyot sharoitida raqamli ta'sirlardan, raqamli ta'sirning demak o'sha kuchayib ketishidan albatta bu narsaning ham ijobiy va salbiy tomonlari bor. Buni dissertant o'zining nutqi jarayonida aytib o'tdi, savollarga javob berish jarayonida bu masalalarga ham to'xtaldi. Ana shunday sharoitda demak o'sha jamiyat a'zolarining axloqini, jamiyat a'zolarining dunyoqarashini, jamiyat a'zolarining qadriyatlarimizga sodiqligini asrab qolish, nafaqat asrab qolish, balki yuksaltirish uchun nimalar qilish kerak? Ana shu jihatlar bevosita mana bu avtoreferatda ham o'zining aksini topgan. Demak, dissertatsiyada shu narsalar bor. Shu jihatdan ham demak bugun himoyaga olib chiqilayotgan dissertatsiya o'zining dolzarbligini tasdiqlaydi. Shu bilan birgalikda bugungi raqamli ta'sirlar sharoitida, ya'ni raqamli dunyoda turli xil salbiy ta'sirlar, o'sha g'arbona urf-odat, an'ana yoki bo'lmasam axloqimizga zid bo'lgan jihatlar, ota-onani hurmat qilmaslik, ularni qariyalar uyiga olib borib tashlash yoki bo'lmasam xo'rlash kabi jihatlar ham raqamli texnologiyalarda ba'zi hollarda targ'ib etilyapti. Ana shu narsalarning oldini olish uchun ham demak o'sha biz qadriyatlarimiz asosida jamiyat a'zolarimizni tarbiyalash, jamiyat a'zolarimizning tafakkurini o'stirish to'g'risida demak dissertatsiya avtoreferatida ana shu jihatlar ham o'zining ifodasini topgan. Shu bilan birgalikda endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas degandayin kuni kecha mana bizning o'sha kengash a'zosi Meditsina universitetida O'rol aka Abilovning 75 yillik yubileyi qayd etildi. Turon Fanlar Akademiyasi tomonidan akademik unvoni bilan siylandi. Xullas kecha katta tadbir bo'ldi. O'sha Meditsina universitetining rahbariyati majlisni boshqarib ana shu masalalarga to'xtaldi. Demak, bizning jamiyatda inson qadri ulug'lanayotgan ekan, ana shu fenomenga, ana shu jihatlarga ko'proq urg'u berishimiz kerak. Buning uchun bevosita o'sha qadriyatlarimizdan, ya'ni ilgaridan bizda mavjud bo'lgan kattalarni hurmat qilish, ustozlarni hurmat qilish kabi jihatlardan samimiy foydalanishimiz kerak. Mana ertaga o'qituvchilar kuni ekan, ustozlarni tabriklagan holda bu ham o'sha jamiyatda demak o'sha inson qadrining ulug'ligini tasdiqlovchi omillardan bittasi. Demak, dissertantga muvaffaqiyatlar tilaymiz, ishlarga omad. Rahmat. Marhamat, yana kimda fikrlar bor? Marhamat, professor, tarix fanlari doktori, professor Rasul Abdujon aka. Mikrofon bering. Qani u? Yorug'mi? Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Qanday hamkasblar? Biz bugun qatnashgan biz emas, qatnashmasak islomda qatnashgan bu kengashda nomzod bu paytda tarixdan bilish deganlar. Hozir professor bas bilan
Ikromjonni o'zini man hozir amaliyotda qandoqga qo'shilaman amaliyotda degan narsa bo'ladida havolalar bu uncha katta xato emas lekin degan qayerda biz e'lon qilganda aslida to'g'ri deb e'lon qiladi professor bo'lishi hisobga olish kerak endi ochiqni aytganda turib ikromjonni ancha yillardan bilaman falsafaga qanchalik kirdi deb o'tirdim va uni chiqishlarida savollarga bergan javobida mantiqan uni hamon o'sha bo'lib qolganman imom komil 500 ta odam yoki 1000 ta odamni auditoriyada ham yoqdan bu yoqqa olib fikrini sirtini tushuntirib eng oxirgi qatorda o'tirgan tinglovchiga ham yetkaza oladigan qobiliyat hali ham saqlanib qolgan. Bu mening uchun yaxshi bir hissiyot va agar bu qaysidir bir sharoitlar biz tarixchilar o'zini xato qilmaylar mana bu yerda o'tirganlar qurib aytyapmanda mana keyingi 5 yil ichida bu yaxshilikka deb hisoblash kerak. Tarixchilar biz siyosatshunoslarni yetkazib beradi. Filosoflarni yetkazib beradi. Pedagoglarni yetkazib beradi. Bu tinchligini emas, tinchlikni ham himoya qiladi. Bu yaxshimi? Yaxshi, chunki bitta sohani o'zida saqlanib qolishi maqsadga muvofiq emas. Lekin o'sha sohaning ichiga kirib, bu ham kirib, shuni o'zida cheklanib qolmaslikdan xohlagan bo'lardim. Keyinchalik yana davom etishini kerak. Mana hozir abonentlarning chiqishlari, ilmiy rahbarlar bergan baholari va o'zini chiqishda juda yaxshi bir yana qaytadan hissiyot qoldi. Ikromjon o'sha talabalik yoki biz o'zimiz universitetda o'qituvchi bo'lib ishlaganlar va keyingi mana avtobiografiyasida o'qisangiz anchagina hayot bosqichlarini bosib o'tgan. Yurib chiqmagan Çin ko'chalari qolmagan. Agar majosiy ma'lumot bo'lsa, ko'chalarda ham qayerda orqaroqdan eshitsak ham yaxshi bir mutaxassis polkovnik bu yerda mana yonida o'tirganlar, bilan uchrashuv bo'layotgan xususan birinchi raisdan so'rab kelganlar. Bu o'ylaymanki, Ikromjon ana shu o'zini mavzusiga kirgan. Mana bitta shogirdim mana e'lon kutilyapti. Shunga yaqin Ikromjon o'tirgan bo'ladi, G'anijon degan yigit o'zimizda fakat bu 07.001 ana shu raqamlashtirish axborot texnologiya va internetda ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy hayotda tushgan o'rgan bo'lsa bir-birlariga lekin bu tarixiy aspektda yoritib berishga harakat qilgan. Man kengash a'zolarini yana bir sahifalaga yaxshi bir mavzu, yaxshi bir ijtimoiy falsafa o'zini tanlagan sohasi bo'yicha mutaxassis ketayotganda tabriklayman. Lekin mana juda bir narsani xohlaganman. Ikromjon qachondir oliy ta'limga qaytsada o'sha rahbariylardan bezor bo'lib va tegishli bo'lganda ham professor bo'lganda tabriklash. Hop, yana fikrlar bormi? Mana tashrif buyurgan mehmonlarda mehmonlar fikrlarini ko'rish mumkin. Bunda ishtirok etishga o'xshaydi. Yetarlimi? Yetarli bo'lsa, hurmatli ilmiy kengash a'zolari ilmiy kengashda yashirin ovoz berish yo'li bilan hal qilish uchun hisob komissiyasini saylasak, taklif tushyapti. Professor Ismoilov, professor Saidov, professor Abdulaziz, boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa taklif tashlab qo'yamiz. Rozilar, tashlab betaraf. Marhamat, sanoat komissiyasi o'z ishini boshlashini so'raydi. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, sanoat komissiyasi o'z ishini davom ettirishi mumkin va biz hozir mana qo'yilgan tarqatilgan ilmiy kengashning xulosasi. Barchalar bormi? O'qib ishtirok zarurati bormi? Asosan shu qabul qilinsin. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, xulosani tasdiqlab qo'yamiz. Marhamat. Rozilar, qarshilar, betaraflar.
Chaqir. Bu sanoq komissiyasi raisi professor Ismoilov. Sanat kendi içerisinde bir parçası olarak düşünen ibarat kılıp, yani İsmail'i kılıp, yani bunu Abdülhamid Sırt'tan ibarat kılıp hastalandı. O bilim engel Afrika'da yalnız 10 kişi. Bundan çok usta bilim engel avlaları bir usta olarak koşarıştı. Bir usta istihdamca mavzusuna bağlı 4 kapan doktor iştah etti. Bültenlerini açıp tahlil kılınan paytda demek to'qqizta ilmiy kengash a'zolari barchasi tadqiqotchini qo'llab quvvatlaganliklari aniqlandi. Shunday qilib, demak sanoq komissiyasining qaroriga ko'ra Soliyev Ikromjon Komiljonovga falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi berish lozimligi qayd etildi. Sanoq komissiyasi mana shu bayonnomani ilmiy kengashdan tasdiqlashlarini so'raydi. Marhamat, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, sanoq komissiyasi xulosasini ochiq ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar, betaraflar. Demak, bir ovozdan barcha rozi. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar, men ilmiy kengashning qarorini o'qib pishirmoqchiman. Talabgor Soliyev Ikromjon Komiljonovichga 09.00.04 ijtimoiy falsafa ixtisosligi bo'yicha falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasi berilsin. Buni ochiq ovozga qo'yamiz. Rozilar, qarshilar, betaraflar. Demak, bu ovozlar qabul qilindi. Marhamat, so'z tadqiqotchiga. Avvalambor assalomu alaykum. Ilmiy kengash raisi, siyosiy fanlar doktori professor Nuray Do'stmatov Tasinovich, sizni boshchiliginizdagi barcha kengash a'zolariga, o'shan falsafa fanlar doktori professor Muhammadxon Isroilovichga,
professor Mahkamov Qodirjon Odiljonovichga, professor Nazarov Nasriddin Otaqulovichga, professor Mamatov Mamajon Ahmadjonovichga, professor Zamilova Rima Ramilovnaga, professor Dehqonov Narmon Burxonjonovichga, professor G'aniyev Bahodir Sodirjonovichga va professor Abduvohid Abdulazizovga katta minnatdorchilik bildiraman. Mana shu kengashga ilmiy seminardan tortib to bugungi kunga qadar ishimizni qo'ygandan tortib siz boshchiligingizda boshqa amaliy tavsiyalar va kamchiliklar bo'lsa hammasi berib borildi. Buning uchun men barcha ustozlarga, mehmonlarga juda katta rahmat aytaman. Bu natijaga erishishimga alohida o'zini har tomonlama yordam aylagan ota-onamga, turmush o'rtog'im Nafisaxonga hamda ilmiy rahbarim professor To'xtayev Hakim Primovichga, umuman bu masalaga yaqindan yordam bergan opponentlarimga, professor Dehqon Narmon Burxonjonovichga, professor Muxtorov Azamat Muxtorovichga, ilmiy kotib Qodirjon professor Qodirjon Nurjonovichga barchalarga men katta rahmat aytaman. Bu natija ochig'i Facebookda ijtimoiy tarmoqlarda mana 1 yillik, 2 yillik degan mehnatim degan narsani ko'rib, men bunga qo'shilmayman. Bu meni 20 yildan ortiq bo'lgan mehnatim va men bu erishgan natija bilan to'xtamasdan Alloh nasib qilib, agar oliy attestatsiya komissiyasi munosib topib, agar shu muvofiqlik diplomini bersa, dissertatsiyamizni keyingi marada barcha tavsiyalaringizni olib, jamiyatimizga, davlatimizga munosib darajasida shu hissa qo'shishga harakat qilaman. Barchalar uchun katta rahmat. Aziz mehmonlarimizga, ustozlarimizga, ota-onamga, turmush o'rtog'imga, ilmiy rahbarim, barchaga yana bir bor tashakkur bildiraman. Rahmat. ilmiy kengashni yopiq deb e'lon qiladi. Hozir yaxshi ishlar qo'yib